Akalar, men manzara nima deyapti? Havosi toza joylardan uchastka qidirganlar bormi? Nereyani arzon narxda uchastkamiz chiqib qoldi. Narxi juda ham zo'r variant o'rtoqlar. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Uy joy olmagan taqdiringlarda ham eng arzon narxdagi uy joylar narxini bilib borishinglar mumkin. Точный bu lokatsiyadan bunaqangi narxda uchastka topa olmaysizlar. 3 sotixli tayyor podkulchi Yevro remont xonadonimiz srochniy variantda sotuvga qo'yilgan o'rtoqlar. Mana ko'rib turgan joylardan u yog'i 3 sotiq bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda 2 sotiqdan kattaroq o'zini zaxvat joylariga ham ega. Asosiy kirish qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda mana shunaqa 2-3 ta mashina uchun bemalol joy ajratib qo'ysanglar bo'ladi va binolarimiz ketma-ket joylashgan. Keyin katta hovlimizni ko'rishimiz mumkin, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan va bu yoqda tapchani zonani ko'rishimiz mumkin. Asosiy binoyimizni tushuntirib beradigan bo'lsam, bitta kattalarimiz uchun spalniy xonasini ko'rishimiz mumkin. O'zini sanuzollari bilan birga joylashgan bo'ladi. Полностью Yevro remontda. Keyingi xonamizni ko'radigan bo'lsa, bitta katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Remontlarga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Полностью ideal holatda turibdi va bu yoqda yana bitta kattalarimiz uchun spalniy xonasini ko'rishimiz mumkin. Va to'g'rida asosiy binoga kirarkanmiz, shunaqa kichkinagina hol bilan xonalarimiz ketma-ket joylashgan. Bu yoqda ikkita bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Alohida общий sanuzol bilan birga joylashgan bo'ladi. Bu yoq tomonni ko'radigan bo'lsak, mana shu tapchani zona shaklida qilib qo'yishgan ko'rishimiz mumkin. Ovqatlanish joylariga ega va oxirgi xonamiz ayollarimiz uchun kuxnyamizni ko'rishimiz mumkin. Полностью mebel texnikalari bilan komplekt holatida. Lokatsiya juda ham zo'r o'rtoqlar. Quyichirchiq tumani, Surum mahallasiga kelganmiz. Rohat postigacha 5-6 kilometr masofada joylashyapti. Uchastkamizni ko'rganinglardek, faqatgina fasad ishlari qolgan. Uchastkamiz полностью Yevro remonti. Xonadonimizni sizlar uchun narxini 3 sotiq 180 ming dollarga qo'yamiz. Shunday telefon qilib bosib oladigan joyi, keltirib beradigan joylari bor. Plus 2 sotiq zaxva joylari ham o'zini podvallariga ega, полностью Yevro remontda.